إلى جميل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ya Rabbim Allah ushbu o'qilgan Qur'on oyatlarini qabullardan el Rabbim. Ya Rabbim Allah meşhitga atlagan adımlarimizni, bergan xayr sadaqalarimizni, silagan tinglagan va'zlarimizni, o'qigan farz sunnat namazlarimizni, qilgan ruku' sajdalarimizni, aytgan tasbih zikrlarimizni, kemchilik xatolar bilan qabullardan el Rabbim. Ya Rabbim hosil bo'lgan ajr savoblarini qiyomat kunlarida, amal daftarlarida, sening mag'firatingda, jannatingda ko'rgan har biri bizga nasib et Rabbim. Ya Rabbim Allah hosil bo'lgan ajr savoblarini shu dunyoda, salomatliklaribizda, boyliklarimizda, imonlarimizda, bola onoqlarimizda shular ko'rgan nasib et Rabbim. Ya Rabbim o'qilgan Qur'on oyatlaridan hosil bo'lgan ajr savoblarini marhum-marhumalarimizni kimlar bizdan duo umid etib yotalar, har birlarining ruh shariflarına erishtir ya Rabbim. Onlarning qabrlarini nurli et, hisoblarini yengil et. Sening mag'firatına erishib Allohga eng ulug' jannatlarni, Firdavs jannatlarini nasib et ya Rabbim. Ya Rabbim Allah bizga esenlarga Qur'oni Karim bo'yicha yashashga nasib et ya Rabbim. Turmushlarimizga, oilalarimizga kirtirga yengil et ya Rabbim. Ya Rabbim har birimizga Muhammad sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarimizning sunnati bo'yicha yashashga har birimizga nasib et ya Rabbim. Yengil et ya Rabbim. Ya Rabbim Allah har birimizga jannatda Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bilen Firdavs jannatlarında bulurga har birimizga nasib et ya Rabbim. Ya Rabbim Allah illerimizga tinchlik, yetakchilarimizga zihin, hikmat nasib et ya Rabbim. Ya Rabbim Allah oilalarimizga ilfat ham muhabbat, bolalarimizga tawfiq ham hidayat nasib et ya Rabbim. Ya Rabbim kim ilana olmuş ekan, ona ilanirga nasib et ya Rabbim. Kim kiyovga shig'olmuş ekan, ona kiyovga shig'olga nasib et ya Rabbim. Kimda kim ekan menim ati bo'lasim keladi, ani baxtim ku ani bo'lasim keladi deb ekan. Allarga Rabbim Allah bola nasib et ya Rabbim. Ya Rabbim Allah barısıda bit sende, senin barısıda senin tilaging bilan ham senin rizoliging bilan ya Rabbim. Ya Rabbim tilagan tilaklarimizni, qilgan duolarimizni shu mübarek bo'lgan juma kunlarida qabullardan el Rabbim, sen bit duolarni qabul etuvchi. Gunohlarimizni, xatolarimizni g'afur et ya Rabbim Allah, sen bit gunohlarni, xatolarni g'afur etuvchi. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma arhamna, Allahumma ihdina ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.